Barcha salomlar. Bugun biz Umar Aziz bilan Boy va Gadoy seriyani olamiz. Ana u Gadoy biladi, men Boy bilaman. Assalomu alaykum Boy aka. Qalaysan, Gadoy? Iltimos nimadir bering. Qornim och qolib ketdi-yu. Ana u qo'yini uylar bo'lib keyin biror nima beraman. Voy dalang, mayli. Qayin beribdi-yu. Berasa qiymasi o'p kelma. Billa. O'sha qiyin bermaydi o'p kelmasa. Tasha qani? Hozir to'xtang. Edi. Tasha deysiz, nima bilan olib ketding? Ma seni ish qiyin. Ma. Nima edi? Ko'chqa go'shi. Rahmat. To'ydimi qo'rning? Xo'sh do'stlar, ana Gadoy ishini ham qilib bo'ldi. Do'stlar, menga daraxt kerak. O'sha uchun men o'zim ishlab turgim kelmayapti. Shuning uchun Gadoy bu yoqqa kel. Ha? Sen ish bor. Nima? Tuzalish. Naqa? Chiqing, sasib yotsan. Chiqing. Men senga bolta, daraxt chopga. Ikkita bo'lsin, ikkita daraxt. Bo'limi? Boltani o'zimga qoldirsam maylimi Boy aka? Yo'q, qaytar. Iltimos. Yo. Bunaqasi ketmaydi. Ana seni ish qiyin. Ma. O'shanga bu ko'plik qiladi bu, lekin rahmim keldi. Gadoy, o'zing eshik yasab olarsan, ma. Soxta taxta beraman, o'zing eshik yasab ol. Ma. Boy aka, tez. Yo'qol. Nima deding? Ya, aytdi. Nima qilyapsiz? Qilmang. Zeris qilamanmi? Men hozir uyqum keldi, hozir men yotmoqchiman. Nima ovoz edi bu? Nima Gadoy? Tushimga kiryapti menimcha. Uxlayveray. Nima? Narsam qani meni? Gadoy. Ha? Narsam sen oldingmi? Yo'q. Qani, ko'rachi. Ana bilan kiyib oling, molcha sassiq bilan. Albatta bering. Sunduqimga qo'ying, kiyaman. O'zi kiyib yurasiz. Ana men yosin joyda yo'qmish qilib. Yo'q. Aldama. Yo'q, rostdan. Rostdanmi? Inviklaringga ham hech nima yo'qmi? Yo'q. Aniqmi? Qara lekin. Bu safar narsalarim ko'paysa lekin, qara, kamaysa lekin qara lekin. O'likin chiqar she'rdan. Xo'sh do'st. Voy, telefon bo'lyapti. Alo, o'rtoq, qalaysan, yaxshisan? Sen to'ying bo'libdimi? Boraymi?
Ha mayli, hozir boraman. Gadoy, Ha, bu yoqqa kel, senga ish bor. nima? Qara, hozir men bitta joyga ketyapman. Sen shu yoqqa qarab tur, xo'pmi? Bo'pti. Qara, kamerani ham senga berdim. Ma. Hop.